Diqqat! Ogoh bo'ling. 9 aprelda qaysi viloyatlar yomg'ir ostida qolishini video davomida bilib oling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 9 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 20-22 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kechga tomon ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'li hududlarda 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.